Masalan, men Farg'onadaman-ku. Farg'onadaman. Meni mashhurlik darajam ham u qadar yuqori emasligini bilaman. Bu kamtarlik uchun gapirmayapman. Bu konsertni 11 yil kutdik. Uyqudan turganda hali desam ovoz yo'qda. Tugadim, uka, ishonsangiz tugadim. Avvalgi holimdan asar yo'q endi. Qanaqa ijro bu, qanaqa yo'nalish bu, qanaqa san'atkor bu. Shaytanat deganman qo'rqqanimdan. Shaytanat. Boshimda savdoyimsa nozik edi. Bunday qilib xudoni koptoni basketbolistlar bo'ladi-yu, o'shanga o'xshab ushyaptilar. Rosa kulgilidi. Sekin ushayin desam ushamayaptilar-da. Bunday qilib ushayaptilar. Siz qanday shogird tushdingiz? Endi mana bular shunchalik qiynalib tushganda shogirdlikka. Ayamxonadan shogird bo'lib tushganman. ...2008, 2009, 2010, 2014 va 2025. 5 marta qo'ygan bo'lsam 5-0 san'at saroyi foydasiga. Qo'lim singan, oyog'im singan, sotraseniya bo'lganman, yiqilganimda tishlarim sinib ketgan, hushimdan ketib qolganman. Yolg'on gapirmadi u qiz, to'g'ri aytayapti. Kecha bugun maza qildim, to'g'risi, yayradim. O'sha dilimdagi g'uborlarim chiqdi. iloyim senga shu qo'shiqni aytish uzoq yillar nasib qilmasin iloyim. Senga shu qo'shiqni aytish nasib qilmasin.